narxi oshdi, Otabek haddidan oshdi. Dastlabki kelmayapti. Otabek! Voy! Demaymiz. Narxni tushirishda davom etamiz qaradan. Bozor kosat ko'targaniga sot bo'lyapti. 35 ming aka. Bor, shuni so'ramiz. Nechta bor? 750 ta bor. 750 ta. Xo'p, nechiga nechi buni razmerlari? 80 ga 40. 80 ga 40. Ana Otabek dastlabchigini ko'rsatdi. Xo'p, bir yerga olamiz deganlarga. Bir joyga olamiz deganlarga hammasi Surasi bilan mana shunda tushirib olamiz deganlarga. 32 ming so'mdan qaradan. 32 ming so'mdan bir joyga bo'lsa hammasi ketaveradi. 30 mingmi? 32 ming so'mdan. 30 mingmi? Qaradan, 40 ming bo'lyapti. 32 mingdan bir joyga bo'lsa ketaveradi. 30 mingmi? Maydalashmang. Siz obunachingizga like bossangiz 30 mingdan ketdi. Barakasini bersa. 30 ming so'mdan 50 ta 100 ta olamiz deganlarga ham ketaveradi. 50 ta 100 taga, 50 taga, 100 taga. 50 taga endi aka. Mardonchi 50 taga 35 ming sotdim. Seni videoyingda ko'rsa 30 ming qo'yibsan dedi. 35 ming Bo'pti sotdim. 100 taga. 100 taga ketdi. Barakasini bersa. Sizdan pastga 35 ming. 30 ming so'm akalar. Bedaqirat. Yangi, sveji. Qachon keldi bu? Ha, yetib keldi. Ana mashina hali o'zidan olyapti. Furada endi yetib keldi akalar. Mana razmerlari 40 ga 80 dediga. Dastlabkilarimiz qanday bo'ladi endi? Dastlabkamiz bu tomondan shahargacha, bu tomondan Bu tarafimiz akalar Qo'qondan kelish, bu tarafimiz Namangan shahridan kelish, o'rtasida joylashgan Qatag'on qishlog'ida. Abduhafiz akamizdan. kimga qilsa yaxshilik bilgingu xatoga Alloh deydi. Baridan faqat yaxshilik qilishda davom etamiz. Gap yo'liga joning savdosi. 24 soat so'raganlar uchun topib berilaveradi. Telefon nomer 88 950 72 70.